love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men qo'limda DXP ES1050 degan telefon. Google akkauntini ochishimiz kerak buni. Tak, Google akkauntini ochish uchun bizga sim karta kerak bo'ladi. Yo'q, sim kartamiz kompyuter. Kompyuter yordamida juda osonroq ochamiz. Sim karta orqali ochsa ham bo'ladi, lekin kompyuter juda oson. Так, использовать мобильный сеть. Men kerakli fayllarni videoni tagiga qoldiraman. Mana ko'rib turganlaringizdek Google akkauntga ulangan telefon. Tak. Telefonni o'chiramiz. Dальше kompyuterdan davom etamiz. Tak, mana kompyuterdan davom etamiz. Bizga kerak bo'lgan flash tool 517. 517 videoni tagiga qoldiraman. Mana bu yerga kosh degan joy birinchi pakfasiga mana buni tanlaymiz. Da связь mana shu tanlaymiz. Ikkinchisiga mana bu ikkinchi punktiga mana рабочий stol turibdi. Videoni tagiga qoldiraman. Scatter fayl, Android scatter. Mana shuni tanlaymiz. Bu formatga o'tamiz. Manual formatni bosamizda mana bu yozilgan joylarni o'chirib tashlab, bizda boshqa yozilgan o'sha boshqasini hozir kiritamiz. Tak, formatni birinchisini tanlaymiz. Kopiya qilib turib, birinchisiga вставить qilamiz. Давайте, через час мы придем. Так, хорошо. Так, ikkinchisiga kopiya qildim. Akkaunt. Ikkinchisiga start qilamiz. Startni bosib turib telefonni qo'shamiz. Mana bo'ldi. Fotografiyalar bo'ldi. Telefon sug'uramiz, telefonni yoqamiz. Настройки qilamiz, как новое устройство. Не подключить к интернету босamiz. Telefon ko'rib turganlaringizga tayyor. Android 7. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Like bosib qo'ying video yoqqan bo'lsa.